qaranglar, laminat ko'rsatgani ham zo'r yechim qilibdi bu yerda. Ili kafe, restoranlar uchun hozir bu yerda yo'q turibdi. Ochiq to'siq devor deydimi? Bunday qilib qo'ysa ham hali jaluziga o'xshatib bunday qilib hammasini bunday qilib zo'r turadi ekanda. Buni to'rtburchak variantlarda ham bor mana. Ochib qo'ydim hozir jit-jitchada. To'g'risi turganda ko'rinmaydi. Ili aylanaveradi. Ko'rasizlarmi? Yaxshi zo'r plastik. Bu yerda to'rtburchagi ham turibdi. To'rtburchagini ham shu holatida misol to'g'ri turgan bo'lsa, hammasini ichidan ochib qo'ysa, bunday qilib. Ham chiroyli, ham dekorativni havo almashish uchun uylarga ham shunaqa qilsa bo'ladi. Kafe, restoran, uylarli, bir xonali studiya uylarda formatlarga juda ham zo'r, juda ham qulay tushadi. Ajoyib zo'r yechim. Bu yerda ham ko'rsatayım. Laminatni ham zonlari bor. Ko'rasizlar? Brendini ko'rmoqchi bo'lsanglar. Bitta prostoy laminat emas, hammasi zo'r laminatlar. Ko'rasizlar? Shponga o'xshaydi. Teksturalari ham ajoyibda. Kojaga o'xshagan. O'zi bundan bir ko'rsatgandim Toshkentda, Andijonda. Bishkekda ham bor ekan. Mana laminatda ko'rinmadi shekilli. Ko'ryapsizmi? Endi ko'rsatay, svet bunaqasiga tushib turibdi ko'rinishi. Endi to'g'ri qaraganlarda uncha ko'rinmaydi. Yonida svet tushganda o'sha zo'r turadigan nimalar bor ekan. Teksturalar. Juda ham zo'r, juda ham ideal. Hozir top penallarga bo'layotgan narsalar monoga o'xshaganda. Teksturasini har xil qilib ishlatishyapti.